4.3 versiya ham keldi. Hozir yangilab oldim. Birgalikda o'ynab, hozir nimalar o'zgargan, qanaqa rejim bo'lgan ko'rib, bir qo'l o'ynab chiqamiz va taassurotlarni ko'rasizlar. Ovqatdan ko'rayotganlarga yoqimli ishtaha va videomizga bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim va obuna ham bo'lib qo'ying. Biz 100 mingtaga ozgina qolibmiz. Sizning podpiskangiz tufayli 100 mingta bo'lib qolamiz. Shu orada yaqinda Real Pass keladi va kelyapti ham oldin zakazlar. Kimga Real Pass uchun UC kerak bo'lsa, bemalol UC admin yozsangiz sizdan UC tashlab berishadi. Bo'lmasam biz nimalar qo'shilgan? Xo'sh. Nima bu? Populyar tepaga chiqib ketganmi? Mana moshdanmi, qurolmi, nima xolos. Bu kolleksiyadan o'sha, kolleksiyaga o'xshayapti. Xo'sh. Moshna 500 UC kerakmi? Qurollar bo'lsa kerak-da. Endi nimadirlar? Battle, popular battle. Nima deyapti ekan popular battle? Popular battle. Nega ikkita betda bu narsa? Registratsiya. Albatta registratsiya qilamiz. Bilamanki padishani qattiq qilasizlar. Nimalar qo'shgan kelikchi hozir? Pustoykasi nima ekan buning? Pustoykasi. Normal pustoyka bermaydi. Faqat sevishgan. Aka-uka, bratallar, do'stlarga ham pustoyka beray. Nima mana. To'n qo'yib olgan mamna qilib. Nima qilib? Ya, bo'la. Xo'sh. Mukofotlargacha PK10. PK5 da обязательно vertolyot. Stoykani ko'rdik va Nikdagi Ona bilan bir xil-ku poyezd bilan. Hozir menda poyezd bor deb ishlasam. Yo'qmi ekan menda? Mana bilan bir xilga pashti. To'g'rimi? Qaranglar. Mana bilan bir xilda bu ham. Qaranglar. Mana ichi. Xo'sh. Orqa fon lobbisi. Zo'r emas ekan lekin. Hali zo'r emas, to'g'rimi bolalar? Orqa fon lobbi zo'r emas. Endi mana bu lobbisini ko'raylikchi. Mana qimlab turar ekan bu lobbi. Olish kerak, menimcha. Olish kerak. Da. Mavsum reytingi. Bu yerda shopdan hadokda olganman. Shopga nimadir olsa qo'sh. Bitta setni men shopda ko'rib qoldim, ko'rsatmalarga. Xo'sh. Kiyimlar mana bu kiyimni ko'rib qoldim. Mana bu ham olish kerak. Buni bilgan oladi, bilmagan olmasdan yuraveradi. Mana shuni olib olish kerak ekan. Lekin 6000 G ekan. Hadokda olganman. Va mana qanday qobiliyatlar bor ekan. Mana buni qilsa qurolni tez o'qlaydi ekan. Mana shunda. Xo'sh. Bu nima ekan? O'qlayotgan paytda ham otar ekan bunda. Xo'sh. Sherini ko'tarayotgan vaqtda ham otar ekan. Yaxshi. Mana shuni tanlayman men. Erangil o'ynaymiz. Qani ketdi. Nima bir balalar qo'shilib ketgan mana nastroykalar. Mong'ol. Haligi PUBG'ning internet versiyasi bo'ladi-yu, ana shunga o'xshab qolgan bilasizlarmi? Menga shunaqa tuyulyapti. Xo'sh. Ko'ramiz qani nimalar qo'shilgan, nima o'zgarishlar bo'lgan, menga juda ham qiziq. Xo'sh. Okay. Mana bu yerda poligon bor degan adashmasam. I got the sharpshooter medal. Xo'p bo'ladi. Poligon bor ekan. Qani. Hozircha pastmi? Xo'sh, eventlar. Pachinki tushamiz bolalar, pachinki. Miltada bor ekan, pachinkida. Xo'sh, xo'p stilda bor ekan, mana bu Maysommi nima xolos o'sha. Demak, hozir qobiliyatli levellar hammada bir xil bo'lar ekan match boshida.
S bo'lar ekan, sekin keyin A, B, S bir bolalar bo'lar ekanda. Yaxshi. O'sha hammadan keyin tushdik-ku biz. Al nechiva? Biz menga tushmay otib qo'yamiz. Yeah. Please recall me. Awesome. Хорош. Please recall me. Tushunmayapti вообще bori bular. Bu kartaga bori. Odam debmi? Va, ona. Awesome. Bu ona endi. O odammi deb bor, bilib ham bo'lmaydi bori. Va opalarini endi. Please recall. Yo, ona nimadir? Yo. O'qim kerak. Böyle. Ha, bu yerda nima berar ekan? Mana o'rab qo'yibdi. Oh my god. Ha, bu eski versiyalar ekan, yaxshi. Bir bolalar berdi menga hozir. O, yana bir bolalar berdi bor. Bu Mr. Beast'in asası ekan. Faollashtirish. Hop. Pul berdi. Yaxshilashni qo'yibdi. Gol. Ha. Bildim. Tushundim ben. Odam ko'rganda bo'ldimi?
Voy xarosh. Oo, хорош. Хорош. Dim. Odam. Oting. Nasligim ketdan o'lib ketdik. Otuz olti ise. Хорош. 10 kill, 6 kill, 2 kill. To'g'risi bu yangilanishda mana bu upravlение чувств maniki emas, kimdir kirib o'zgartirib qo'yibdi, to'g'rilab o'ynadim va ko'p narsa yangilik bo'ldi, o'zgarishlar bo'lgan, sal moslashish qiyin bo'lyapti, chunki hozir kartada ko'pchilik Androidda o'ynab, kechadan уже o'ynab ko'nikib olgan. Men birinchi match o'zi yomon emas deb o'ylayman. Siz qanaqa fikrdasiz bu yangilanish bo'yicha? Albatta kommentda yozib qoldiring. Va kechga xudo xolisa shu rejimda stream qilamiz.